Avtomobillar dunyosida ishonch, sifat va qulaylik deyilganda birinchi xayolga keladigan brendlar bular Mers va BMW hisoblanadi. Press apparatlarning dunyosida ham bitta uskuna bor, unga hamma ustalar intiladi va tanlaydi. Bu albatta Novo press apparat hisoblanadi. Agar siz metal quvurlarni ulashda sifatsiz press apparatlaridan foydalansangiz, bu vaqt o'tib suv sizib chiqishi, bosim yo'qolishi va katta ta'mirlash xarajatlariga olib kelishi mumkin. Shu kabi muammoga eng zamonaviy va ishonchli yechim ham aynan Novo press hisoblanadi. Va eng muhimi, endi bu uskuna Klimadensda. Esingizda bo'lsa, oldingi videolarimizda Novo press apparati kelish haqida ma'lumotlar bergan edik. Bugun esa ushbu press apparat bilan yaqindan tanishamiz. Bu uskuna katta diametrli metal quvurlar uchun mo'ljallangan bo'lib, uni eng zo'r afzalligi ko'rib turganingizdek yengil va ixcham. Atigi og'irligi 1.6 kg bo'lib, bitta qo'l bilan ham bemalol montaj qilsangiz bo'ladi. Kichkina bo'lsa-da, lekin kuchli Milwaukee batareyasi bilan bitta quvvatlashdan keyin 250 tagacha bemalol press ishlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. LED indikator orqali jarayonni nazorat qilasiz. Bosish kuchi esa avtomatik boshqarilib, qo'shimcha xavfsizlikni ta'minlaydi. Aylanadigan bosh ergonomik dizayn va yoritgich esa tor yoki qorong'i ish joylarida ham maksimal qulaylik yaratadi. Yana bir zamonaviy jihati Bluetooth texnologiyasi orqali NovoCheck ilovasida uskuna ish faoliyatini kuzatish va tahlil qilish mumkin. Agar ishonchli, uzoq muddat xizmat qiladigan va professionallar ishlatadigan press apparat olmoqchi bo'lsangiz, Novo press eng zo'r tanlov bo'la oladi. Ushbu uskunamiz bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin.